Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Bugun sizlar bilan birga dinozavrlar davridan beri bizda yashab keluvchi Ginkgo biloba o'simligi haqida 1 soat erinmasdan aytib beraman sizlarga. Demak, Ginkgo biloba o'simligi mana shunday o'simlik. Ko'rinishi bargi ikkiga bo'lingan, duh lopisni deydi, ikki bo'lakka ajralgan bo'ladi. Bu narsa endi yaponlar bizda poytaxtimizga o'xshaydi, bosh harfi T-ku, Tokio. Mana shunaqa T ko'rinishda bo'lgani uchun qadrlar ekan yaponlar. Demak, Xitoylarda bu xitoyliklar diniy tomonlama e'tibor berishar ekan, birinchi o'sha Shaolinlar ekishgan ekan monastirlarga Ginkgo bilobani aytishlari bo'yicha. Lekin bizga u qiziq emas. Bizga bu o'simlikning tarkibi, bu o'simlikning foydasi qiziq. Bizga qanday natija beradi, qanaqa foyda beradi? Demak, yaxshilab eshitib olamiz. Bu o'simlik miyamizda qon aylanishini yaxshilab, mayda arteriyalarigacha kengaytirib beradi. Undan tashqari oyoqdagi varikozlarga yordam beradi. Oblitiriрующий endartrit degan kasallik bor. Tromblar to'planishi boshqa, unga zo'r yordam beradi. Xolesterinni eritadi. Qon bosimini pasaytiradi. Jinsiy quvvatni oshiradi, sperma miqdorini ko'paytiradi. Ayollarda klimaksda o'tishiga yordam beradi. Undan tashqari PMS deyiladi, ayollar o'zi biladi, o'sha endi ham yordam berar. Demak, bu narsa organizmga, ko'zga, glaukomaga zo'r yordamchi hisoblanadi, glaukomada yordam beradi. Demak, ko'z to'r pardasida qon aylanishini yaxshilaydi. Ko'r bo'lib qolgan bemorlar Ginkgo bilobani oylar davomida iste'mol qilsa, ko'zi ochilishi mumkin. Demak, undan tashqari quloqda shovqin bor, sindrom Minera degan tashxis bor. Miner sindromi deydi. Quloqda kimdir radio qo'yib qo'ygan o'shanga pish qilib turaveradi. O'shani ham yechadi. Zo'r ekan. Demak, bu o'simlik aroq, sigaret chekadigan odamlarga diqqatiga. Ko'p ular aroq, sigaret chekdi, zararini kesar ekan. Aroq, sigaretni zararini kesadi Ginkgo biloba. Albatta, buni bilib olishdi. Endi ishlatishadi. Demak, bu narsaga ham bilib oldik foydasini. Demak, endi foydasini bildik. Xo'p, undan tashqari yana bir nechta organizmdagi holatlarga zo'r, masalan, sportsmenlarga zo'r foydasi bor. Sportsmenlarda mushaklarda sut kislota to'planib qoladi. Og'riydi, o'zimizdan ko'p yurib qo'ysak og'riydi. Mana o'sha sut kislotani tarqatib yuborar ekan har xil tomonga. Qoch deb. Mushak massasini yig'ishga yordam berar ekan sportsmenlar. Mana shuni olsanglar, ichsanglar, iste'mol qilsanglar. Shuncha foyda. Endi buni zarari ham bormi degan savol tug'iladi. Shuncha foydasini bildik. Endi doktor zararini ham ayting buni. Faqat foydasini aytaverasizmi? Men doim zararini ham aytib kelganman shu paytgacha. Epileptik bemorlar ichsa, ahvolini bundan battar qilib tashlaydi. Epilepsiya o'zi yomon. Uni ichsa bundan ham yomon bo'ladi. Epileptiklar ichmasin. Homilador ayollarga mumkin emas. 18 yoshgacha kirmagan bolalarga, 18 ga kirmagan bolalarga bermanglar. Mumkin emas. Demak, yana kimga mumkin emas? Bu o'simlik davleniyasi past yuradigan bemorlar bor. O'zi zo'rg'a yuradi. 90 ga 60, 80 ga 55 mumkin emas. Davleniya nima qilar? Tushiradi dediga, tushirib yuboradi. Chunki mumkin emas. Demak, qoni suyuq yuradigan bemorlar, oshqozonda yazvasi bor bemorlar mumkin emas, lekin yarali kalitga yordam beradi bu. Qarang. Oshqozonda yara bo'lsa zarar ekan, ichakda yara bo'lsa foyda ekan. Demak, qachon ishlatilmaydi yana? Qon suyultiruvchi aspirin, varfarinlar bor, tabletkalar. Varfarin ichadi ko'pchilik. Hozir Serban degani chiqib ketgan. Sarkibi Rivaroxaban. O'shanaqa tabletkalar ichadigan bemorlar, qonni suyultirib yuradigan bemorlar bu bilan birga ichmasin. Bu battar suyultirib tashlaydi, uni effektini ko'paytirib tashlaydi. Keyin buni ichganda qanaqa побочный действиялар berishi mumkin? Bu ham savol, to'g'rimi? Buni ichganda qanaqa побочный действиялар ko'rishimiz mumkin? Qanaqa zararlar ko'rishimiz mumkin? Ko'p ichib olsak bosh aylanishi mumkin. Ko'ngil aynishi mumkin, qusishi mumkin, taxikardiya, yurak o'ynashi mumkin. Qon qattiq suyulib ketishi mumkin. Shu tomonlarga e'tibor berishimiz kerak, ha? Demak, xo'p, buni ham bildik. Endi qanaqa ichamiz o'zi buni degan savol bor. Qanaqa ichamiz, doktor? Aytaman mana shu. Har safar video qilsam, men aytaman. Mana shunaqa ichasizlar desam, necha mahal, necha kun. Bugun to'liq aytmoqchiman shu narsani sizlarga. Demak, buni yaxshilab pachag'ini chiqarib, ezib, keyin hoppa deb turib bir osh qoshiq olasizlar, to'ldirib. Shunday stakanga solib, 200 grammlik stakan bor, sovetskiy.
ustiga qaynoq suvni quyasizlar, to'ldirib qopqog'ini yopib qo'yasizlar, 1 soatga yopib qo'yasizlar. Nastoyevniy deydi. Dim yeydi deydi, dam oladi deydi, damlanadi deydi. Damlangandan keyin buni 3 ga bo'lasizlar. 3 dan 1 qismini ertalab, 3 dan 1 qismini obedda, 3 dan 1 qismini kechqurun qilib 3 ga bo'lib ichinglar, o'sha bitta stakanda yetadi. Demak, bu damlanmalarni ichish miqdori aniq. Qancha solish aniq. Necha kunligi noaniq, 3-4 hafta. 3-4 hafta ichasiz, o'sha men aytgan natijalarga erishasiz. Demak, yana nima qilsa bo'ladi? Vodinoy parda damlasa bo'ladi, qaynatsa bo'ladi. Maydalar. Shuni yevorsa ham bo'ladi. O'zim anaqa yaqinroq ko'rsatdim, narsa mana baliqni nimasiga o'xshaydi. Nima deydi? Cheshuya deydi-yu. Tangachalariga o'xshaydi, baliq tangachalariga o'xshaydi. Kumush, abrikos. Demak, endi sostav jihatdan juda boy. Sostav jihatdan kemferol, quercetin, izoramnitin degan moddalar bor tarkibida. Buni tarkibida 8-dion degan modda bor. 8-dion. 8-dion metabolizmni oshirishga zo'r. Bu narsani aytmoqdan. Antibiotikni o'rnini bosar ekan. Virusni ham o'ldirib berar ekan. Kimda gepatit B bor, virus, gepatit C bor, pожалуйста, itsa bo'ladi. O'ldirib beradi. Endi surunkali kasallik juda og'ir bo'lmasa, masalan, seroz oxirgi stepen bo'lsa, lучше ishlatmagan ma'qul. Boshlari bo'lsa, pожалуйста. Demak, bu narsani yana aytib o'tishim kerak. Immunitetni oshiradi dedimmi, demadimmi? Immunitetni oshiradi. Immunitetni oshiradi, metabolizmni oshiradi. Demak, ayollarga ham foydasini aytdik, erkaklarga ham foydasini aytdik. Menimcha hammasini aytdik. Yana savollar tug'ilib qolsa, shu bo'yicha Kinkabelobami, boshqami. O'zi buni qanaqa ishlatilishida umuman statiyada yozib qo'yibdi. Men bari doim bitta video qilishdan tayyorlanasiz-ku. Demak, buni oq jenshen bilan birga ishlatilsa yaxshi ekan deb o'qidim. Oq jenshen bilan birga ishlatilsa, effekti kuchliroq bo'lar ekan. Mana. Hammaga shifoy komil, sog'lik tilagan holatda sizlar bilan doktor Ibragimov. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.